Assalomu alaykum, Palakat. Mashinam buzilib qoldi. Oybek ishlab qo'yalisizmi? Bo'ldi, o'tiring aka. Voy. Sizga berishga pul mashinada qolibdi-yu. Pul uchun to'xtamadim aka. Shundoq borib qo'yaman. Katta xolaynikini yuribsanmi? Sen chetroq yuri. Kir aka. Ko'rmay qolma aka. Uzr. Ming bor uzr aka. Endi Nora mashina hadisi shu-da aka. Ko'chaga sig'maysiz. Hammadan gap eshitaverasiz. Bitta maslahat beraymi, ukam? Hech qachon oddiy mashinada yurganingizdan uyalmang, xo'p? Jaboy xonadon emasmi, oyi? Va o'g'lim kiruvga oydekkina qiz ekan. Otasi yo'q ekan, akasi uyda ekan. Akalar bilan gaplash bo'lib. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Biyoq qizuv bo'ldi-yu. Qaqqa yotganingiz bilib kelyapsiz qilib. Yigitchilar endi aka. Baxt izlab shohni ham, gadoni ham yuborar ekanmiz. Shoh-shohkiga, gado-gadonikiga borgani yaxshi. Mani bitta singlim bor. O'zimga o'xshagan oilaga uzataman. Hardor bo'lsang bir odamning qiziga kambag'al deb Bitta maslahat beraymi? yuziga Yo'q, kim quloq solmas gavhar so'ziga kerak emas aka. kambag'allik yomon dardtur og'ir Kambag'alga shundoq ham hamma maslahat beradi. barakada pastroqdan joy ko'rsatar Singiz baxtli bo'lsin. bolang tengilaram gapni o'rgatar